Mansur naql qiladilar. Bir kuni bir odamdan eshitdimki, falon bir shaharda bir temirchi bemalol qizigan cho'g'larni, temirlarni ushiydi, qo'li hech kuymaydi. Sababini hech kimga aytmaydi. Shu dunyoda qo'li o'tda kuymayotgan, cho'g'da kuymayotgan insonni ko'rish va uni sababini bilishni juda xohlab qoldim deydilar. O'sha shaharga keldim. Haqiqatan o'sha temirchini ustaxonasini ko'rib, bemalol cho'g'larni ushab bukib, qo'li o'tda kuymayotganini ko'rib hayron qoldimda va insonga o'zimni tanitdim. Uylariga olib kirdilar. O'tirdik. Birodar, bu xislat nimadan aytsangiz? Temirchi aytdi, zamonamning ulug' olim peshvosi bo'lganligingiz uchun mayli, bu sirni men sizga aytaman. Yosh yigit navqiron paytimda men bir go'zal qizni juda yaxshi ko'rganman. Lekin ota-onasi menga buni berishmadi. Zamon aylandi, 3-4 yil ichida men holim yaxshilandi. Ularni ahvoli tanglashib, birdan yurtga ocharchilik keldi. Ko'p odamlar ochlikdan nobud bo'ldi. Ma'shuqamni ham ota-onasi ochlikdan o'ldi. Bir kuni choy ichib tursam, eshik taqilladi. Eshikni ochsam, men ishqida kuyib yurgan qiz turardi. Birodar, bir-birda non bersangiz, nihoyatda qornim och. Men havoyi nafsga, hayvoniy hirsga berilib, men o'zimni niyatimni aytdim. Agar meni so'zimga rozi bo'lsangiz, hamma narsa bor dedim. Xudodan qo'rqaman deb ketdi qiz. Yana ertasiga juda ham tang holatda keldi. Birodar, qo'shniydik, bir-birda non bering, juda ham ahvolim tang. O'sha talabni men yana aytdim. Shunga rozi bo'lsang, hamma narsa muhayyo. Axir Allohdan uyalaman va qo'rqaman. Nochor yana ketdi. Oxir qiz emaglagan holda zo'rg'a keldi. Men yana o'sha talabimni aytganimda, Allohdan qo'rqsam nima qilayin? Axir Xudo jazolaydi-ku bu iflos ishni qilsam deganda, men shunchalik erkak kishi bo'lib turib, yigit bo'lib turib, Xudodan qo'rqmayapman-u, bir 15-16 yashar qizni Xudodan qo'rqib ochlikdan o'lishga ham tayyorligini ko'rib, singlim, kir, mana ovqat, mana non dedim. Shunda qiz shunday yig'lab nola qildiki, yo Rabbim, meni gunoh qildirmasdan, gunohga buyurmasdan fi sabilillah menga non ovqat bergan odamni bu dunyoda ham, oxiratda ham o'tda kuydirma. O't azobini bu dunyoda ham berma, oxiratda ham berma deb duo qila boshladi. Men shu orada ovqatni islatgan o'choqqa o't yoqib islayotganimda qo'limga bir cho'g' tegdi, lekin cho'g' badanimni kuydirmaganini sezdim. Yo Rabbiy, duoning mustajobligini. Shoshilib uyga kirsam, qiz o'lib yotardi. Lekin duosini Alloh mustajob etdi. Mana shu duodan so'ng necha yillardan beri o't ta'sir qilmaydi menga. Qo'limni qanday o'tga, cho'g'ga qo'ysam ham kuymaydi. Alloh oxiratda ham shundoq qilsin.
inson bitta qilgan katta savob ishi uchun, mardligi uchun shu darajaga yetdi. Bir ojiza, bokira, pokiza qizning duosini Alloh mustajob etdi. Fi sabilillah savob ishlarni qilib yurganlarni Alloh hech qachon kam qilmas.